Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday bo'lib? Yaxshi, ayajon, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ishlar bilan charchamayapsizmi? O'zing qandaysan? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsanmi? Ayajon, bayramlar bilan tabriklayman. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yuring. Salom, sog' bo'ling. Dada, doim sog' bo'lib yuring baxtimizga, har doim. Assalomu alaykum. Ayajon, yaxshimisiz? Yaxshimi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi uxladingizmi? Ha, sog'liklaringiz yaxshimi? Ha. Sizda anaqa bir so'ray degandim. Qarang, havolarim qanday yaxshi. Bayram kelyapti, bahor kelyapti. Kayfiyatingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi, aya? Ha, bayram kelyapti. Ha. Bayram bilan tabriklay dedim sizni. Bayram bilan tabriklay dedim. Sizni yaxshi ko'rishimni aytay dedim. Ha, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Dadajon, yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sizni sog'inib ketib telefon qilyapman-da, dada. Ha. Shunday sizdan faxrlanib ketdim-da, hozir shunday g'ururlanib, shunday dadam borlamani, rahmat, shunday natijaga erishganliklarim uchun shu dadam sababchi bo'lganlar deb sizga telefon qilayotgandim-da, dada. Alloh rozi bo'lsin. O'zi ayam ko'tarsalar kerak deb o'yladim, siz ko'tardingiz. Shuna xursand bo'lib ketdim, hozir ko'zlarimdan yosh chiqib ketyapti shunday. Ayang. Sizlarni yaxshi chiquvdingmi, bachalamonlar? Sizlarni yaxshi ko'raman, dadajon. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Qayerda bo'lsang sog' bo'l. Ishingga rivoj, kasbingga baraka bersin. Rahmat, dadajon, rahmat. Telefon bor, odatda faqat onajonim ko'taraldilar. Hozir dadam ko'tardilar. Dadamga yaxshi ko'rishim, faxrlanishim haqida gapirish men uchun juda bir qiyin, ya'ni ko'p ayta olmayman. Onam bilan chunki ko'p munosabatda bo'lib gaplashamiz. Hozir shu darajada o'zim ham to'lqinlanib ketdim. Loyiha tashkilotchilariga kattakon rahmat. Loyiha davomiy bo'lsin, ishlaringizga omad tilayman.